Avval mapinglarni ko'ranglar. Hozir qaysi davr o'zingni so'rab yashasang bo'ldi-ku degan gapni qilibdi. Mani ko'rib, nervam o'rlab, bosh og'riqim qo'zg'alab ketib boribdi. Mani demisam, ichimga patmayman, men og'rib qolaman-da. To'g'ri, hozirgi davr har bir odam o'zining ideyasi uchun o'z erkinligi bilan yashaydigan davr. Lekin hammamiz o'z erkinligimiz bilan yashaymiz deb ishdan ko'ynakni sevitamdik. Erlar ayolga o'zgaremdik, ayollar erga o'zgaremdik. Shundoq yashamdi. Hamma yana buzuqchilik qaplısinmi? Bizga shundoq so'zlaydigan odamni yo'q o'g'ashqa, biz o'zimizni bilmay, o'z oldimizga yashab, jamiyatni buzyapmiz. Ma bir jamiyat bizning bir qo'rarimizga o'xshaydi. Qo'radagi narsani tozalab turmasak, o qo'rani qashalimasak, sirtdan birnim kirdi. Ma uydagilar xavib yetidi. Men bu gapni qilishimning hojati yo'qdi. Ammo mening ini sing'illarim, qarindoshlarım bo'g'ashqa, men ashularga mas'ul bo'lganligimni his qilg'ashqa, 7 a'zoyimsaq, uchiq fikrimni bildirayligashki, men shu ini singillarimga 4 ig'iz gapni qila olishim uchun meshiyat shundoq so'zlayman. Chunki bu jamiyatda senli yaşamaysa, biz mi yaşaymiz, ini singillarimiz, qavm qarindoshlarimiz yashaydi. Men mi gap qilmasam, u mi gap qilmasa, shundoq bir nashayan yaxshi bo'lmagan jamiyat ta'sir yaxshi bo'lmaydiganlar 4 ig'iz gapimizni qilmasak, ma jamiyatni qanday saqlab qolamiz? O'zimizni qanday saqlab qolamiz? Mushu jahonda, mushu jamiyatda, mushu hozirgi davrda san o'xshash chiprenda, xayranda go'ylarning ko'payib ketganligi uchun jahon buzilyapti. Xili o'g'avallar, xili odamning bolalari qiynalib ketib bordi. 4 ig'iz gapimizni biz qilolmaganligimiz uchun. Hech kim qilmasa, men qiladigan vaqtimda qilaman. Chunki men qarindoshlarimni, ini singillarimni ma jamiyatdan ayirib chiqib boshqa bir dunyoda yashab bo'lolmayman. Ular shu dunyoda yashaydi ekan, men mas'uliyatimni tunib yetalaydi ekanman. 4 ig'iz gapimni qiladigan vaqtimda qilaman, qarshi fikrimni bildiraman. Ammo samingda bo'lsin, o'zingni bilib yashagan vaqtida jamiyatni axlat bosadi. Axlat kim bo'lsang, sana o'xshash chipranda, xayrandilar. Biz ma jamiyat yashaydi ekanmiz, o'z mas'uliyatimizni tunib yashaymiz. Har bir kishining ma jamiyat yashaydi ekan, jamiyatga mas'ul bo'lish majburiyati bor.